Ha, o'g'ay, sizmi nima vaqt chaqirding? Ha, bittasi kommentariyada onamdan so'kib qo'yibdi. Kim? Hozir boramiz, lokatsiyaga. Ketdi. Ha, yana men boshlab yuribsan. Ha, bittasini onasidan so'kib qo'ydim, kelib so'ramoq. Telefon qil, tezlashtirsin. O'rtoq, men bu bolalarni yaxshi taniyman. Yaxshi bolalar emas bular. Bu o'rtadagi hakan. Uncha-munchasini gap o'tmaydi, o'rtoq. Qo'y, lishni problema kerak emas hozir bizga. O, menga qara, maras. Sanga o'xshagan bolalar o'zi ko'payib ketdi ko'chada. Birov onasidan so'kinsa, u bunaqa, bu paloncha, bu paloncha. O'rtoq, menga hozir lishni problema kerak emas. O'zing hal qilib olgin. Mashlarmi? Og'ayni yaxshimisan? Ha, polvon, nima maqsadda kelding? Qo'l uchirib gaplashsak bo'ladimi? Onamdan qaysi biring so'kindilaring? Ha. Gapingga javob bera olasanmi? Senga qanaqa javob berish kerak? So'kibdi ekan, nima qilish kerak? Ashimsanlar, ko'chasanlar, yo'q-a? Yo'llaring masalan zo'r joyga olib ketaman. Menga qara, qayerga borasan, shu yerda gaplashamiz. Qo'rqmalaring o'ldirib qo'ymayman. Yo qo'rqyapsanlarmi? Hayda mashina. Nimaga olib kelding bu yerga bizni? Sen onamdan so'kinuvding, men onamni oldiga olib keldim. So'kishdan oldin o'ylaman deymi, bu bolaning onasi bormikan, yo'qmikan deb. O, mujik. Ana shu bolalar shu yerda hammamiz erkak bo'lishni o'rgatdi. Shay oldimga. Mani onamdan so'kdi dedilar. Onamdan haqorat qildi. Axir aybi men qilgan bo'lsam, onamda nima ayb? Ey Allohning rasuli, Zaydni chaqirtirdilar, beqa dedilar. Sen Bilolni onasidan so'kdingmi? Qora xotinni bolasi dedingmi? Yo Rasululloh, og'zimdan chiqib ketibdi. Bilmay qolman. Jahl ustida aytvoraman dedilar. Ey Zayd, sen munofiq ekansan dedilar.